Bugun o'g'limni kutib tursam, bog'cha avtobusi to'xtamasdan o'tib ketib qoldi. Birov Yaponiyada bo'lmaganimizga haydovchi uyimiz oldida to'xtamaslikka odatlanib qopti shekilli. Lekin bog'cha tarbiyachisi shunaqa ko'p uzr so'radi. Ochig'i menga yapon bog'chalarida ota-onalarga bo'lgan shunaqa hurmat juda yoqadi. Undan tashqari bog'chalarda odatda kameralar yo'q. Lekin farzandingiz lat yegan paytda tanasida kichkina iz qolmasa ham tarbiyachilar hodisani batafsil tasvirlab berib, sizdan qayta uzr so'rashadi. Yapon bog'chalarida sportga katta ahamiyat berishadi. Yilda bir marta sport musobaqasi o'tkazib, tugaganda hammani birdek taqdirlashadi. Bu orqali bolalarda yoshligidan jamoaviy ruh shakllanadi. Yapon bog'chalarida bolalar kichkina yoshdan ekinlar parvarishini ham o'rganishadi. Masalan, shu oq turpni hali 2 yoshga to'lmagan qizim ekinzordan terib kepti. Bog'chada bunday mashg'ulot borligi meni juda ham xursand qiladi, sababi bolalarda nafaqat yangi ko'nikma hosil bo'ladi, balki uddalagan ishidan o'ziga bo'lgan ishonchi erta shakllanadi. Siz farzandingiz bog'chasi shunday mashg'ulot bo'lishini Bugun o'g'limni kutib tursam, bog'cha